Agar uning o'tmishi haqida bilmoqchi bo'lsang, lekin uning nechta sherigi bo'lganini so'ramasdan va o'zingni ishonchsiz ko'rsatmasdan, unga mana shu 5 ta savolni ber. Ular oddiy eshitiladi, lekin juda ko'p narsani ochib beradi. Birinchi savol: sen hech qachon chin dildan sevganmisan yoki shunchaki sevib qolganman deb o'ylaganmisan? Bu uning boshidan o'tgan barcha hissiy ko'tarilish va tushishlarni ochadi. Ikkinchi savol: erkakning qaysi xatti-harakatlari seni uzoqlashtiradi? Bu uning oldingi munosabatlardagi yoqmagan jihatlarni ko'rsatadi. Uchinchi savol: uchrashuvlar haqida sen o'z achchiq tajribangdan qanday saboq olding? To'rtinchi savol: nimani endi hech qachon ko'tara olmaysan? U nima desa ham buni kimdir unga qilgan. Beshinchi savol: ikkinchi imkoniyatga ishonasanmi? Agar ha bo'lsa, kimga va nega bergansan? Yana chuqur psixologiya, munosabatlar va inson ongidagi yashirin mexanizmlar.